O'shami? Yop eshikni! Nima ishing bor? O'z kutyapman, qo'y! Obilgaydan qobilgay. O'zim keldim. Xotining chaqirdi-ku. Ertaga Jiddu vokzalida poyezd kutadi. Dada. Abi yubileyga odam ko'p bo'ladi dedingiz, hech kim yo'qmi? Monitordan boshqa hech kim. Orqangga qara, orqangga qara, orqangga. Orqamga nima qilib yirtilibdimi? Odamlar orqangda deyapman. Ha, Bo'ldi. Mana. Yeah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hey dada. Soddaligingizni qarang. Odamlar orqada ekan, siz bu yoqqa qarab turishingiz. Oldi ekanmi? Dada? Ha. Bu yubileyda shunchalik odam bo'ladigan bo'lsa, yubiley degani nima o'zi? To'y degani, o'lim, to'y. To'y? Yubiley bu to'y, to'yga kelgan bular. Dada, mana shu to'yga meni ham to'yimni qo'shib yuboring. Sen men aytganimda uylanganingda hozir menday o'g'ling bo'lardi sen. Endi dada, siz aytgan payt meni ilojim yo'q edi. Nima, kasal edingmi? Hali sunnat to'yim bo'lmagan edi-ku. Undan tashqari siz ikkita to'yni bitta qiladigan bo'lsangiz, men qiynalib qolardim. Uni ustiga xotin nimaga kerakligini bilmas edim bunda. Endi bildingmi xotin nimaga kerakligini? Bilib oldim. Bildingmi? Bildim. Nimaga kerak ekan? Men keling, qulog'ingizga aytaman. Unga ham kerak. Lekin aslida eng muhimi Yo'q, hazillashmayapsizmi? Yo'q. Shu bor yo'g'i kirib, ovqat qilsa bo'ldimi xotin? Nimaga aytasan? Nimaga quloqingga aytdim? Shu gapni aytish kerakmi hozir? Qattan bilaman, o'zi pichirlayapsiz bu aytaman. Va yana bitta masalada kerak. Qanaqa masalada? Kechki masalada. Dada. Ha? Eng muhimi shu. Qaysi muhim? Kechqurun ishdan charchab kelsang, darvozani ochishga ham xotin kerak bo'ladi. Ha. Bolalaring uxlaydi, qurragini otib. Ha, bo'ldi, dada. Shu meni o'ylantirib qo'yadigan bo'lsangiz bor-ku. Har kuni kechqurun kelganingizda darvozani o'zim ochaman. Shunda kirib kelishingiz bilan duolaringizni olaman, dada. O, qo'zimni boylama, Suyulmang, dada, suyulmang. Odamlar qarab turibdi, dada. Lekin sen ochgan darvozaga men kirmayman. Faqat enang ochsa kiraman. Uyga kirmaysizmi? Kirmayman. Qayerga kirasiz? Qo'shninikiga kiraman. Qo'shninikida kim bor? Enang bor. Sen darvozani ochdingmi, demak enang uyda yo'q degani, qo'shninikida degani. Qo'shninikida deganimi, dada? Men siz bilan hozir gaplashib turib, kallamga bitta narsa kelib qoldi, o'zi sizga aytolmay yurdim. Nima fikr keldi? Shuni aytsam maylimi, dada? Xo'sh. Shu bitta boyroq qizni topib, shunga o'ylanib bir mazza qilib hayotni go'zallashtirib yashasam bo'larmikin-a? Yonimda siz ham bo'lasiz. Ikkalamiz yotamiz. Keliniz chet el yurib, mol olib kelib boqaveradi, bizni yotib yeyaveramiz, u boqaveradi, bizni yeyaveramiz, boqaveradi. O'lim, Alfons. To'ppa-to'g'ri Alfons bo'laman, hozir moda. Sen Alfons emas, Molfons bo'lasan sen. Molfons degani nima? Alfonsni o'zbekchasiga tarjima qilsa Molfons bo'ladi. Sigir boqadi, ho'kiz yeb yotadi. Daday, hop, nima demoqchisiz endi? Kimga o'ylanishim kerak? Sen shunaqasiga uylanki, mana shuncha odam bor. Shunaqasiga uylanki, senga yana bir marta hayotga kelish imkoniyati bo'lib qolsa, yana shunga uylanadigan bo'lishing kerak.
Dada tushundim. Nimani tushunding? Taqdir taqozosi bilan siz qayta tug'iladigan bo'lsangiz, enamga albatta o'ylanar ekansiz, to'g'rimi? Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Kesha dastasini bir marta sindiradi. Ha, tushundim. Tushundingmi? Tushundim. Tushundim. Men sanday paytimda o'zim harakat qilganman. Men nima qo'yman, dada? Nima harakat qilding sen? O'rtoqlarim dadangni kalishiga savzini solgin dedi. Har kuni savz solaman. Natija yo'q-ku. Voy, sen meni kalish kiyganni qachon ko'rgansan? Ama savz so'vatgan kalish kimniki? Inayniki. Voy, aytaman, keyingi paytlarda yegan oshimdan kalishni rezinni ta'mi keladi. Kekirsam balonni ta'mi keladi. Sen qilyapsanmi shu ishni? Endi dada nima qilay endi? Endi o'rtoqlarim sol degandan keyin solaman endi. Lekin enam bir gapni gapirardi, bugun amin bo'ldim dada. Nimaga amin bo'lding? Siz ko'r ekansiz. Nimaga buni qilyapsan? Enam aytardi, meni yaxshiligimni bilmasa bu dadang ko'r bo'ladi dedi. Bugun amin bo'ldim. Ha? Qanaqasiga ko'r bo'laman? Shunaqasiga ko'r bo'lasiz. Endi u it enangni og'ziga kelgan gapni gapirishi yomonda menga yoqmaydi lekin. Ha? Enamni it dedingizmi? Yo, shoshma. Enamni it dedingiz. Yo, shoshma. Aytaman. Yo, aytaman. Enamga. It boshqa ma'noda. Aytaman. Yo, aytaman. Yo, enamga aytaman. It yaxshi ma'noda. Enamga it yaxshi ma'noda. It vafo degani. Enang vafodor demoqchiman. Tushundingmi endi? Itvacha. Itni bolasi dedingizmi mana hozir? Ayyo, ona bola vafodorsizlar demoqchiman. Ona bola vafo guruhi sizlar. Ona bolasizlar. Biz shunaqamizmi hali? Yaxshilar. Ha? Enam o'zi sizga tegib, bir necha yil oldin nima ko'rdi? Enasini ko'rdi. Men ham enamni ko'rdim, enangga uylanib. Agar shunaqa savollaringni berasan, sen ham enangni ko'rasan. Zokir aka, obrazdan chiqing, Zokir aka. Obrazdan chiqing, aka. Iltimos, qulog'imiz bo'lasiz, aka. Obrazdan chiqaymi? Bolta bo'lmayman o'li. Mana, o'zim Namchi qiyin ekan bu bolta bo'lish, xalaq yurgan ekanlar bular. Bitta narsa ustoz, xafa bo'lmayman, mana sizni san'atingizda katta bo'ldik biz. Xo'sh. Mana shu Sohib akam, Tohir akamlarning san'atida Xo'p. shuncha obraz, shuncha rol o'ynagan bo'lsam ham boru. Bugun boltanikini o'ynab, kallam ham sal kechira ishlaydigan bo'lib qoldi. Hali ham Tishanikini o'ynamadingiz, ukam? Yo'q. U eng og'ir rol Tishaniki. Mana qarang. Paddelka ekan. Originalini tinchgina chaqirib qo'ya qolaylik. Samadelkani. Shunaqa qilaylik. Qani originalni birgalikda demak. Bo'ldi. Sahnaga 25 yoshlik navqiron Qahqaha guruhi. Bolta Gregor. Bu Mark Gregorda ham bunchalik ahrani yo'q-ku bunaqa baqotlari. Lekin yarashibdi o'g'lim. Kuchayib ketibsan. Qoyil. Ahranalarga qarang, gap yo'q. Qiyomat. Buni turishini qara. Bilaydi qara. Hayt! Tavba qildim. O'zing ham ahranadan qolishmaysan-ku o'g'lim. Bo'yinni qarang, bo'yinni. Qiyomat. Zalga chiqyapman, tosh ko'taryapman, dada. Yo, bo'yinni kirini aytyapman men. Gadan ke. Mana bu bolalarning oldida seni gapirib uyaltirmadim-ku, lekin chakkish qilibsan o'g'lim. Nima qilibman? O'zimiz xarajat ustida turgan bo'lsak, pul zaril bo'lib turgan joyda shartmidi shu yerga chaqirish? Necha pulga gaplashib keldik? Muchchiga kelmagandir bular ham, ha? Bular tansoqchi emas, dada. Ha. Bular davlat odamlari bular. Yo'q-e? Ha. Ukajon, aylanib ketay. Uzr, boyagi hazilida, uka. Yo, sekin. Gap yo'q. Men qara. Ismbidanmi? Yo'q. Prokuraturadanmi? Yo'q, dada. Siz ham ana Samarqandlik davlat bor-ku.
Ha. Yubiley to'y qilamiz deganimizda qarz beruvdi. Ha. To'ydan tushgan to'yonalardan qarzni olib kelasan deb, mana ikkita odam jo'natib yuboribdi. Shular bilan. Shunday demaysanmi? Ey, davlat o'zimizniki uka. Va biz davlatning pulini yeb ketadiganlardan emasmiz, aynalay. Ha! Tavba qilib. Ukajonlar, Xudo xolasa nasib bo'lsa bugun to'yona tushyapti to'yimizda. Mana shu to'yonadan hammani rozi qilamiz. Hech kim bugun bizdan xafa bo'lib ketmaydi. Shunday ekan, iltimos sizlardan bitta yordam, gavdalaring chiroyli ekan. Ukajon, aynalaysa o'zingni bo'sh qo'yib yuborku, buncha qattiq turibsan. Yana qo'yib yubor. Qorinni qo'yib yuborma, o'zingni shunday qo'yib yubor. Mana shu tomondan tushib tur jiyan. Bizga xalaqit berganlarni qaytarib turadi. O'ch yoqqa jiyan, ke. Mana shu yoqdan o'tib olgin, xo'pmi? Baraka topkir. Ukajon, ke. Sen bu tomonga o'tgin, xo'pmi? Bironta bizga xalaqit bersa, qaytarib turasan. Baraka topkir. Turinglar, bugun to'ydan keyin sizlarga hammasi to'lovlarni to'laymiz. Ya, dada. Ha? Dada. Ha? Xarajat deysiz, o'zingiz ham tan soqchilaringizga ancha xarajat qilganga o'xshaysiz. Enamga aytaman. Bo'ldi qilay. Enamga aytaman. Enamlashni yig'ishtir bugun, xo'pmi? Enang necha yoshda o'zi? Enam 50 ga chiqdi-yu. Barakalla. Enang bilan ko'chada kelayotganda, ko'chaning boshida askiya bo'lyapti ekan. Askiya? Arzonlashtirib beradi-ku. Aksiya. Ha, o'sha bo'lyapti ekan. Keyin enangni mana 2 ta 25 talikka alishtirib oldim. Bular meni enalarimmi? Enam desang ham bo'laveradi. Meni 2 enam bor. İkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan, biri esa shirinnon. Enajon. Enam. Bunisini enam. Enangdek mehribonlik qilib kredit bergan bular bizga. Bank bular. Bankdanmi? Ha. Bularda tez enangni oldiga olib, yaxshilab mehmon qilsin, yana tug'ib qo'ymasin. Tug'ib qo'ymasin? Piniya tug'masin deyapman. Ha, shuni deydi. Девочки, идите с ними, у него мать вас ждет. Вас хорошо покормит, потом поговорим. Сегодня. Qaniydi sizlar enam bo'lganlaring deydi. Har kim sizlarni enam bilan. Bo'ldi, hayt. Bu o'zimiz bilan bo'laverib, kelgan mehmonlar bilan salom alik qilmadik-ku. Boshlang. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli azizlar. 25 yildan buyog'iga bizga muxlislik qilib, bizni qo'llab-quvvatlab, chiroyli qarsaklar chalib, bugun ham muxlislik qilib turgan qadrdonlar, xush ko'rdik. Qadamlaringizga gul bitsin, iloyim. Rahmat. Assalomu alaykum biz uchun aziz bo'lgan aziz muxlislarimiz. Borlaringizga behisob shukr. Yaratganga shukr, kelganlaringizga behisob shukronalar bo'lsin. Biz 25 yillik ijodimiz mobaynida siz aziz muxlislaringizni qalblaringizdan ota-bola obrazi orqali o'rin oldik. Sizlarni kuldirishga harakat qildik, kayfiyatlaringizni ko'tardik. Shu obraz o'zimizga ham shunchalik yaqinlashib ketdiki, ba'zida o'zimiz ham ota bo'lamizmikan deb ishonib qolamiz, ha? To'g'ri gapiryapti. Biz sahnada ota bola bo'lsak-da, lekin hayotda aka-ukamiz. Oramizdagi farq 3 yosh. Ana, kim katta deysizlar-ku? Men kattaman. O'rtoqlar, men kattaman. Yosh jihatdan bu kishi katta, aql jihatdan men kattaman. Bosh kattaligini aytyapman. Boshingni o'rgildi. Mana shu katta bosh tug'ildi-yu, Nayzangul bilan meni o'rtamga sovuqchilik tushirdi. Hali ham istar ekanim yo'qda. Haqiqatan ham bu ota-bola obrazi biz uchun juda ham qadrli bo'lgan obraz. Albatta. Qahqaha bizni birlashtirdi. Shunchalik ahillashib ketdikki, hatto biron marta ham sanamanga bormaganmiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Nima sinovlar bo'lmadi, biz hammasidan mana shu birdamligimiz bilan, oqibatimiz kuchligi bilan o'tib, bir-birimizni xattamamdek qilib chetmadigan o'rtoqlar. Iloyim oqibatimiz bundan ham bardavomli bo'lsin. 50 yoshlik yubileylarda ham qilib yuraylik deb niyat qilaman. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Biz hatto biron marta ham bir-birimizni ko'ksimizdan itolmaganmiz. Tushunmadim. Men shunday sheriklarni bilaman, bir-birini ustiga shunaqangi mazg'olarni ag'darib, qolaversa bir-birini ayamasdan.
Bo'ldi. Mehmonlar bor. Mana shunaqa holatga biz umuman tushmaganmiz. O'ylab ham ko'rmaganmiz. Doim bizni mana shu birdamligimiz yengib kelgan. To'g'rimi? Biz oramizda hech narsa buzolmaydi. Endi issiq jonni isitmasi bor deydi, jahl chiqqanda aql ketadi deydi. Shunaqa vaziyat bo'lib qolgan taqdirda ham biz bir pasda unutib o'rganmiz, nima? To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. 2016-yil, bundan 6 yil oldin Chilonzorda, Chiroqchi Jiz kafesida. Choy ichib o'tirdim, bu yoqqa keldilar, akajon yonyapti, 50 ming so'm berib turing dedi. 50 ming katta pul edi. Qachon berasiz desam, erta obedgacha beraman dedilar. Men qilib 50 mingni berdim. Ana shu 50 minglar esimdan chiqaverganmi? Esimdan chiqib ketgan. Bu ham mayli, 2018-yil. Yangi Gentra oldim. Yevro salon, zo'r, zavod sangiz ovoz chiqmaydi. Vun, shpoq. Zo'rdan, aka mashina muborak bo'lsin dedi. Men aytdim, rahmat, senga ham muborak bo'lsin, buyursin. Bitta minib kelay aka dedi. Ukajon, meni mashinam, seni mashinang. Men minib kelib berdim, kalitni shu ketgan kechasi urdirgan orqasidan yana 4 ta bolaga 50 ming berib tartirib kelibdi mana. O'sha 50 mingni ham o'zim to'laganman, lekin shularni unutib o'rganman men hammasini. Esdan chiqarib o'rgansiz. Ha, esimdan chiqib ketgan. Buning eng asosiy sababi Xo'p, ishonch. Biz bir-birimizga ishonamizda. O'zlari ham, Surxondaryoga gastrolga borganimizda. xo'p. Nech pulga gaplashdingiz deganimda 500 dollarga gaplashdim dediz. Keyin tashkilotchidan so'rab bilsam 700 ga gaplashgan ekanlar. Men siz shu 500 deganingizga ishonganman men. Ya u ham mayli, Rossiyaga gastrolga boruvdik, Piterga. Mehmonxonaga bir ayol olib keldingiz. Kim bu desam, Nayzangul enayni rolini o'ynaydi dediz. Ana shunga ham ishonganman men. Enam rolni o'ynamagan bo'lsang. Enangni rolini o'ynadi, sen uxlab qolding-ku, uyquchi. Gapini qarang. Ya u ham mayli. Mana shu Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'ladigan konsertlarni gonorarini bu kishi tashkilotchi bilan gaplashadilar. Har konsertdan keyin gonorar bering desam, uchmach bo'ldi, xarajat o'zi bunaqa bo'ldi deydilar-da. Bo'lmadi, gonorardan quruq qoldirib, lekin o'zlari konsertdan keyin Dubay, Turkiya bir aylanib keladilar. Men ishonamanki shularga. Mana shunday bir-birimizga ishonib, oqibatimiz kuchli qilib bugun 25 yil ota bola bo'lib, yubiley to'ygacha ham yetib keldik azizlar. Rahmat. Rahmat. Kimlarni aytding to'yimizga bugun yubileyga? Hammani aytdim. Hech kim qolmadi. Hech kim qolmadimi? Hammani aytdim. Ey, Sho'rqo'z Alkashni ham aytdingmi? Ha, endi mahallada turganiga aytasiz dada. Nima qilasan uni aytib? Nega? Odamlarni to'yga boradi, ichib olib, janjal mojaro qilib to'polon qilib keladi-ku. Nima qilasan aytib shuni? Yo, oldiga bitta yarimtani qo'yib keldim. Ha, bugun kelmas ekanda. Yo, aytadiki bu yarimtang soat 8 gacha yetadi deydi. Undan keyin kelib qolishi mumkin lekin. Bo'lmasa o'g'lim ogoh bu. Ko'zingga ko'rindimi? Shartta qo'ltig'i yarimdan qistirib orqasiga qaytarib olgan. Men ham qarab turaman. Yana bitta nimani aytaymi sizga? Nima? Bugun umuman chiroq o'chmaydi. Elektrosetni og'zini ham moylab keldim dada. Yo'g'i? Ha. Qoyil. Har ehtimolga qarshi bitta damasam gaplashib qo'ydim. O'chib qolsa yorib turasiz dedim. Baraka toping. Aka, farzanding qanot bo'lsin degani mana shu bo'lsa kerak-da. Bugun mana shu yubileyga o'zi yelib yugurib yuribdi. Hamma tomonni o'zi gaplashib yuribdi. Ana endi biz ota bo'lib sekin kelgan mehmonlardan, tanish bilishlardan boyagi to'yanani olib sekin cho'ntakka g'amlaveramiz-da. Bergan va'dalaringiz qani dada? Nima deb va'da berding? To'yonani sen yig'asan devdingiz-ku. Albatta men olaman, senga beraman, to'yona senda turadi. O'g'lim xavotir bu. Lekin enang bilib qolmasin. Ey, xotin kishi pulni hidini sezdimi? Shu bir nimasi chiqib turadi orqadan. Dada, mana shunaqa gaplaringiz bilan enamni hurmat qilmasligingiz, yaxshi ko'rmasligingiz sezilib qoladi. Yo'q, enangni yaxshi ko'raman o'g'lim. Enangni sevaman, ya to'ymama lublu. Lublu. Sevsangiz nima qildingiz enam uchun? Nima qilishim kerak enang uchun yana, ha? Nima qildingiz, xo'p? Nima qildingiz? Mana Zahriddin Muhammad Bobur bobokalomizning avlodi bor, Shohijahon. O'sha yaxshi ko'rgan
Salom bermaysizlarmi? Uyda, maktabda aytmaganmi, yosh katta odam ko'rsangiz salom bergin deb. Qani? Bir salomalik qilaylik, bir salom beringizlar qani? Qarsak emas. Salom. Hurmat deyman, hamma bir ovozda birga aytdi. Assalomu alaykum. Hurmat! Yo, bo'lmadi bu. Bo'lmadi. 3gacha sanayman, o'zim dirijorlik qilaman shekilli. Ketdi. 1 2 3. Hurmat! Va alaykum assalom. Ana zo'r bo'ldi. Ana endi men yoshi kattalarga salom beraman. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz otaxonlar. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz onajonlar. Hurmatli akalar, opalar, bugun tomosha zalimizni to'ldirib qadam ranjida qilgan aziz muxlislar, xush ko'rdik. Iloyim qadamlaringizga gullar bitsin. Tabassum ajoyib dori. Uni do'stingga bersang, xursand bo'ladi. Onangga bersang, ko'ngli yorishadi. Bolangga bersang, mehri oshadi. Begonaga bersang, sen uchun sadaqa ajr bo'ladi. Er ayoliga bersa, sevgisi oshadi. Ayol eriga bersa, bolasi ko'payadi. Ishonchi ortadi. Xullas bu dorini ta'sirli asoratlari yo'q va bu hech qayerda sotilmaydi. Uni yaratgan yuzingga joylab qo'ygan. Sal tabassum qilib samimiylashsang bo'ldi, ajoyib dorini tekinga olasan. Azizlar, bugun men sahnadan turib yakka o'zim, yolg'iz o'zim mana shu ajoyib dorini sizlarga tarqataman. Chunki yonimda bugun bolta yo'q. Agar konsertga keladigan bo'lsak, bugun men, yonimda bir ikkita yordamchi bor, qolaversa mehmon san'atkor bor. Va'da berib aytaman, bugun tomosha zalidan sizlarni rozi qilib chiqarib yuboramiz azizlar. Rahmat. Agar yo'q, men bolta uchun kelganman, bolta bo'lmasa bo'lmaydi deydiganlar bo'lsa, bemalol. Kassa ochiq. Kassaga borib pulingizni yarmini olishingiz mumkin. Chunki yarmiga men shu yerdaman. Azizlar, bolta ham, tesha ham mana shunday elda ichidan chiqqan. 4200 ta muxlis o'tiribdi. Mana shu ichida bo'lishi mumkin boltaga o'xshaydigan yigitlar. Agar boltani rolini o'ynasam, qoyil qilib qo'yardim. O'zidan ham zo'r o'ynardim deydigan bolalar bo'lishi mumkin. Agar shunaqa yigitlardan bo'lsa, kelsin, meni yonimga va'da berib aytaman, shuncha muxlisni oldida Oynai jahonga olib chiqaman. Konsertdagi mana sahnalarga olib chiqaman, to'yga olib chiqaman. To'ydan tushgan pulni yarmini beraman. Kelsin, bormi shunaqa mardlar? Bor bo'lsa kelsin. Keling, bormisiz? Keling, tez keling. Keling. Bir ikkita savollar beraman, agar eplasangiz bo'ldi. Qarsanglar bo'lsin azizlar. Siz ham keling, siz ham keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ismingiz nima? Ulug'bek. Endi va alaykum assalom. Boltalar ko'payib ketdi-ku. Mayli, ko'p bo'lgani yaxshi boltani. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Nizomjon. Sizning ismingiz nima? Javlonbek. Turinglar cho'laring mana shuni. Azizlar, hozir men boltani qilg'inlarni so'rab qolaman. Agar qaysi joyiga chiroyli qo'ysa, o'shani olib qolaman sahnaga. Ikki og'iz gapir, ko'p emas. Qani, dada deng-da bir. Dada. Qo'y. Boltadan o'tkazib o'ryapti-ku bu. Qani siz dada deng-chi? Dada inam qani? Enang enasiniga ketgan o'g'lim. Qani uchinchi boltadan so'raymiz. Dada, Qanday? Yaxshi, ha? Uchalasi ham yomon emas. Ana endi bunday qilasiz. Ana endi boltani yurishini qilib kelasiz menga. Boltani yurishini qilib kelasiz. Boring tez. Boltani yurishini. Qani bolta qanday yurar? Tasavvur qilib yurib keling. Ketdi. Bolta kel o'g'lim. Shoshmang. Mikrofonga gapirasiz. Endi yurishi boltanikidek bo'lmayapti-da. Shoshmaysiz. Qani siz yurib keling, qani ikkinchi yigit. Boltani yurishi. Bolta kel o'g'lim.
Alkash boltami deyman bu? Qani siz ham boltani yurishni qilib keling qani. Boltani yurishi qorni bor ekan, qorlar chiqarib yurib kelardi-ku. Kel bolta o'g'lim. O'xshadi-ya, ha? Ya gap yo'q, gap yo'q. Siz urishatdingiz. Endi bunday qiladi, bitta she'r aytib beradi. Farqi yo'q qanaqa she'r bo'lsa? Mayli, bu she'r bo'lsa bo'ldi, faqat to'rt ko'plik. Qorbobo haqida. Bir ko'plik. Yangi yil o'tganiga 1 oy bo'ldi. Faqat she'rda aytadi. Maygacha aytadi-da bular, xudo xolasa. Qorbobomiz oppoq, peshonasi yalpoq, hassasi uzunchoq, bizga bering o'yinchoq. Tasvirlar bo'lsa. Qani she'r. She'r yo'qmi? Bo'lmasa bunday qilamiz. Chunki menga bolta deb aytish kerakda, ikkalangizga javob. Qani, men bolta sal menga boyagi bo'ldi-da. Rahmat sizlarga. Qasir chalib qo'yamiz. Yaxshilab boltani obizdan kuzatmoqchi bu yigitlar, lekin malades, yomon emas, yaxshi. Endi bunday qilamiz. She'r yaxshi. Endi siz bolta bo'lmaysiz, oy bolta bo'lasiz. Oy bolta. Men boltani erkalardim-da. Qo'zim bolam, qo'zim erkasam erkalanardi. O'shani bitta erkalanqani men erkalayman sizni. Qo'zim bolam, qo'zim, o'zim bolam, o'zim. Yo'q. Qiz bolaga o'xshab erkalanyapti-da. Menga bolta kerak. Men erkalang, men bolta bo'lib beraman. O'zim bolam o'zimni, shakar bolam o'zimni, tochoq bolam, osta-osta yiqilib tushmang, osta-osta. Tochoq bolam o'zimni. Menga ota bo'lib qolyapti-ku bu. Menga bolta kerak. O'shanday qilib erkalaning, boltaga kengroq bemalol aylanavering. Qani, qo'zim bolam, qo'zim, o'zim bolam, o'zim. Qo'zim bolam, qo'zim, o'zim bolam, qo'zim. Kel. Yaxshi, mayli. Xudo xohlasa yana o'rgatsam o'rganib qolardi. Kayfiyatim yo'q paytlarda bolta meni kayfiyatimni ko'tarardi. Raqslarga tushib berardi. Andijon polkami, Xorazm lazgisigami, yo lambadagi o'ynab berardi. Men kulib mazza kayfiyatim ko'tariladi. O'ynalasizmi? Bitta lambadagi o'ynab berasiz. Yo'q demang, boltani roli, bundan yani beraman. Pulni yarim beraman. Zo'r bo'ladi. Yerga tantaman deyapman. Tortib men o'ynash kerak. Hozir foydalanib qo'ying, mana. 90% skitka bo'lyapti bu yoqda. Siz o'rgatishsiz. Bo'ldi, o'rgataman. Maestro muzika. Yelkadan ushlang, yelkadan ushlang. Orqaroq turing, orqaroq turing. Ha? Ha. Ha. Qimillasin-da, mana ular qimillasin. Qimillayapti. Ha, qarang, qarang. Qimillayaptimi? Qarang, ha, qimillayapti. Bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. Gap yo'q. Zo'r. Endi yana bitta qilig'i bordi boltani, mendan pul so'rardi. Dada pul bering derdi. Nima qilsam aytardi, nima qilishligini, keyin xursand bo'lib ketardi. O'sha narsa kerak. Chunki el biladi, o'sha xalq kutadi o'sha narsa. Men pulim yo'q ekan, pulingiz bormi? Bo'lsa bu yerdan qaytarib beraman, va o'zingizga beraman. 5000 so'm yo'q. 50 ming, 100 ming so'm yurmaydi, ey tavba. Dadadan so'rang, dada menga xursand bo'lib keling. Ha, o'g'lim. Nima? Yonimdan kelib so'ra. Nima bo'ldi, chaqiryapsan meni? Dada menga pul bering. Nima qilasan pulni? Marojna olmoqchi edim. Marojna olasanmi? Rostdan nima? Ma'lum. Mana marojna. Bir marza qilib marojna. Xursand bo'lib ketadi bolta keyin. Dada! Boltani ovoz chiqardi. Bolta ketib qoldi shekilli. Shoshmang, bunday qiladi. Ey dada! Siz pastga tushing. Men oxirgi yetkazay bu buni. Ratchet qiling, keyin sizni chaqiraman. Joyingiz qayerda edi? Qo'l ko'tarib qo'yasiz, joyingizga borgan paytda. Qo'l ko'tarib qo'yasiz.